بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث والثلاثون أتز üçinchi dars. Amr va nahiy siyg'alari. Amr degani bu buyruq fe'li, ya'ni bir narsani qilishlikka shu fe'l bilan buyuriladi. Masalan, imdah, maqta deb maqtashlik buyurilyapti. Nahiy degani shu buyruqni inkori. Masalan, maqta bo'lsa, la tamdah maqtama degan ma'noni ifodalaydi. Ya'rif bil, tanigin, la ta'rif bilma, tanima. Ubsur, ko'r, la tabsur, ko'rma. Bu yerda ham masalan bir nechta amr va nahiy fe'llari berilgan. Bu fe'llar o'tgan darslarimizda o'tgan fe'llarimiz hisoblanadi. Hop, bir qator aytib o'taveramiz. Iqro o'qigin, la taqro o'qimagin. Imnah ber, la tamnah bermagin. Ijma' to'pla, la tajma' to'plama. Iftah ochgin, la taftah ochmagin. Irhal ko'chib o't, la tarhal ko'chib o'tma. Izhab ketgin, la tazhab ketmagin. Ihsab o'yla, hisobla, la tahsab o'ylama, hisoblama. I'lam bilgin, la ta'lam bilmagin. Ifham tushungin, anglagin, la tafham tushunma, anglama. Isma' eshit, la tasma' eshitma. Ishrob ich, la tashrob ichma. Ilbas kiy, ya'ni kiyim kiyishga nisbatan, la talbas kiymagin. Ihfaz yod ol, la tahfaz yod olma. Saqlagin, saqlamagin degan ma'nosi ham bor. Ifroh xursand bo'l, la tafroh xursand bo'lma. Idhak kul, la tadhak kulma. Indam nadomat qil, la tandam nadomat qilma. Il'ab o'ynagin, la tal'ab o'ynamagin. Is'al so'ra, la tas'al so'rama. Itma' ta'ma qil, la tatma' ta'ma qilma. Iqna' qanoat qil, la taqna' qanoat qilma. Itroh tashlagin, la tatroh tashlama. If'al bajargin, ya'ni ish qil, biror ish qilishga nisbatan, la taf'al qilmagin. Iqto' kes, la taqto' kesma. Ixda' alda, la taxda' aldama. Bu darsni ko'chada yozayotganligim sababli ozgina shovqin suron bo'lishi mumkin. I'rif bil, tani, la ta'rif bilmagin, tanimagin. Hop, e'tibor bergan bo'lsanglar, hozir shu o'qigan fe'llarimizni 3-harakati a bilan bo'lyapti. Masalan, hammasida. Iqro'da ham r 3-harakat a bilan bo'lyapti. Amr fe'llarida. Imnahda ham 3-harakati a bilan bo'lyapti. Ijma' to'plaginda ham 3-harakat oxirigacha hammasida 3-harakati a bilan bo'lyapti. Endi i'rif la ta'rifda bo'lsa 3-harakati i bilan bo'lyapti. Isriq da ham i bo'lyapti 3-harakat. Isriq la tasriq. Irji' la tarji'. Ijlis la tajlis. Isriq o'g'irla, la tasriq o'g'irlama. Irji' qaytgin, orqaga qaytishga nisbatan, la tarji' qaytma. Ijlis o'tir, la tajlis o'tirma. Ishtim haqorat qil, la tashtim haqorat qilma. Idrib urgin, la tadrib urmagin. Intiq so'zla, la tantiq so'zlama. I'tis aksa ur, la ta'tis aksa urma. Ihmil ko'tar, la tahmil ko'tarma. Inzil tush, la tanzil tushma. Ixdim xizmat qil, la taxdim xizmat qilma. Ubsur la tabsur, endi 3-harakati u bilan bo'lganga misol. Ubsur ko'r, la tabsur ko'rma. Uktub yozgin, la taktub yozmagin. Xuz ol, la ta'xuz olmagin. Xuz aslida u xuz bo'lganda, u xuz bo'lgan. Oldidagi harflar hazf bo'lib ketganligi sababli birinchi harf u bilan bo'lib qolyapti. Aslida x bu yerda 3-harf.
La ta'khuz olma. Kul ye bu ham xuddi shunday. La ta'kul yemagin. Bu sarf faniga murojaat qilsanglar, amr olish qoidasiga o'shanda bilib olsanglar bo'ladi. Xo'p. Uskun yasha, la taskun yashama. Uxruj chiq, la taxruj chiqmagin. Udxul kir, la tadxul kirma. Urqud yot, la tarqud yotmagin. Xo'p, unzur qara, la tanzur qarama. Utruk tark qil, qoldir, la tatruk tark qilma, qoldirma. Uqrub yaqinlash, la taqrub yaqinlashma. Ub'ud uzoqlash, la tab'ud uzoqlashma. Ukbur kattalash, la takbur kattalashma. Usg'ur kichik bo'l, la tasg'ur kichik bo'lma. Ukthur ko'paygin, la takthur ko'paymagin. Ukmul mukammal bo'l, la takmul mukammal bo'lma. Us'ul yo'tal, la tas'ul yo'talma. Tasrifu amr, amr fe'lining sarflanishi, ya'ni siyg'alari. Ya'ni amr fe'lida nechta siyg'a bor, nechta shakl bor. Imdah maqta, imdaha ikkoving maqta, imdahu maqtanglar. Bu uchtasi muzakkar. Imdahi maqta muannasga nisbatan ayolchiga. Imdaha ikkov ayoling, sen ikki ayol maqta. Bu muzakkar bilan bir xil ikkilik. Imdahna maqtanglar ko'p ayollar. Tasrifu nahi, endi nahi fe'lining shakllari. La tamdah maqtama bitta erkak. La tamdaha sen ikkoving maqtama ikkita erkak. La tamdahu maqtamanglar ko'p erkaklar. La tamdahi maqtama bir ayol sen. La tamdaha sen ikkoving ayol maqtama. La tamdahna maqtamanglar sizlar ko'p ayollar. Imdahil ulamaa olimlarni maqta. Imdahul ulamaa olimlarni maqtanglar. Bu yerda amr fe'lini ko'pligini vav orqali ajratsangiz bo'ladi. Shuni birinchi fe'lda imdahida vav yo'q, keyingisida imdahuda vav bor. Shuni vav bori bu ko'plikni bildiradi. Imdahil ulamaa olimlarni maqtang. Sen bir ayol. Imdahnal ulamaa olimlarni maqtanglar. Sizlar ko'p ayollar. Vamdah va maqta. Bu yerda va o'zbek tilidagi va bilan bir xil tarjima qilinadi. Famdah bas maqta. Avimdah yoki maqta. Balimdah balki maqta. Ya Ahmad, ey Ahmad. Ya Zaynab, ey Zaynab. Ya Abdullah, ey Abdullah. Ya Abdurrahman, ey Abdurrahman. Ya xodim, ey xizmatchi. Bu yerda ya nido qiluvchi, chaqiruvchi harf bo'lyapti. Xo'p, ya xodim, ey xizmatchi. Ya xodima, ey xodima ayol. Ya ayyuhar rajul, ey bu kishi. Ya ayyatuhal mar'a, ey bu xotin. Ya ayyuhan nas, ey odamlar, ey insonlar. Ya ayyuhar rijal, ey kishilar, ey bu kishilar degan ma'no. Avvalan birinchi, eng birinchi, avvalo degan ma'noni ifodalaydi. Summa degani so'ngra. Ay degan so'z, ya'ni degan so'z. Labbayka degani labbay, xizmatingizga tayyorman degani. Daxilak degani marhamat, bemalol degan ma'noni ifodalaydi. Hop. Ad-darsur rabi'u va salasuna. 34-dars, 33-dars faqat lug'atlardan iborat ekan. 34-dars ham o'qib qo'yamiz. Al-jumalul arabiyya, arabiy gaplar. Ya Ahmadu imdah sadiqaka. Ey Ahmad, do'stingni maqtagin. Ya Zaynab imdahi rafiqataki. Ey Zaynab, sherigingni maqtagin. Ya Abdullah i'rif ustazak. Ey Abdullah, ustozingni tani, bilgin. Ya Abdurrahman ubsur hazal kitab. Ey Abdurrahman, bu kitobga qara. Ya ayyuhat tilmiz iqra' kitabak. Ey o'quvchi, kitobingni o'qigin. Ya ayyuhat talamizu iqra'u kutubakum. Ey o'quvchilar, kitoblaringizni o'qinglar. Ya ayyatuhal mar'atu iqra'i kitabaki. Ey ayol, kitobingni o'qi.
Ya ayyatuhan nisa'u iqra'na kutubakunna. Ey ayollar, kitoblaringizni o'qinglar. Ya ayyuhal aghniya'u imnahu sadaqati amwalikum lil fuqara'i. Ey boylar jamoasi, faqirlar uchun mollaringizni sadaqalarini beringlar. Ya ayyuhan nasu ijma'u amwalan kathiratan wamnahu sadaqatiha lil fuqara'i. Ey insonlar, ko'p pullarni, ko'p mollarni yig'inglar va uni sadaqalarini faqirlar uchun beringlar. Ya xodim la taftah baba hadhal bayt. Ey xizmatchi, bu uyni eshigini ochmagin. Ya ayyuhal khuddamu la taftahu abwaba hadhil hujurati. Ey xizmatchilar, bu xonalarni eshiklarini ochmanglar. Ya Aliyu irhal min hadhal makani ila makanin akhar. Ey Ali, bu joydan boshqa joyga ko'chgin. Ya ayyuhat talamizu izhabu ila al-madarisi qabla waqti ad-darsi warji'u minha ba'dahu. Ey o'quvchilar, izhabu ila al-madaris. Madrasalaringizga ketinglar. Qachon? Qabla vaqti dars. Dars vaqtidan oldin. Warji'u minha deya madrasalar. Madrasalardan qaytinglar. Ba'dahu, hu darsga qaytadi. Darsdan keyin madrasalardan qaytinglar. La tazhabu ila al-qura laylan. Qishloqlarga tunda bormanglar. La tahsabu anfusakum uqala'a. O'zlaringizni aqlli deb hisoblamanglar. Ya sadiqi, ey do'stim, i'lam ma'na hadhal qawli. Bu so'zni ma'nosini bil. Ya rafiqi, ey sherigim, ifham qawli. So'zimni angla, tushun. Ya Aliyu isma' kalami fafham ma'nahu. Ey Ali, so'zimni eshit va uning ma'nosini tushun. La tasma'u aqwala as-sufaha'i. Telbalarni so'zlarini eshitmanglar. Ya dayfi, ey mehmonim, ishrob hadha ash-sharaba at-tayyib. Bu yaxshi ichimlikni ichgin. Ilbasu albisatakum fadhhabu ila ashghalikum. Kiyimlaringizni kiyinglar va mashg'ulotlaringizga ketinglar. Ya Maryam, ey Maryam, yahfazi durusaki. Darslaringni yodlagin ila yawmis sabti, shanba kuniga qadar. Raja'a abukum, otangiz qaytdi. Ya ayyuhal avlad, ey bolalar otangiz qaytdi. Fafrahu, xursand bo'linglar. La tal'abu fil madrasa, madrasada o'ynamanglar. Balil'abu fiz zuqoq, balki ko'chada o'ynanglar. Is'alu ustazakum an ma'ani aqwalihim. Ustozlaringizdan so'ranglar. An ma'ani aqwalihim, uni so'zlarini ma'nolarini haqida ustozlaringizdan so'ranglar. La tas'alul aghniya'a amwalahum, boylardan mollarini so'ramanglar. Ya'ni boylardan puler deb so'ramanglar. Itma'u fi ulumin nasi va la tatma'u fi amwalihim. insonlarni ilmlariga qiziqinglar. Yani ilmlarini olishga harakat qilinglar insonlarni. Wala tatma'u fi amwalihim, uni pullarini olishga harakat qilmanglar demoqchi. Itrahil hajar wala tatrahil kitab. Toshni tashla, kitobni tashlama. Hajar tosh. If'al hadhal fi'la wa la taf'al fi'lan akhar. Bu ishni qil, boshqa ishni qilma. Iqta'u hadhihi al-ashjara, bu daraxtni kesinglar. Va la taqta'u ghayraha, undan boshqasini kesmanglar. Ya ayyuhal fuqara'u, ya ayyuhal fuqara'u sufaha'u, ey telba faqirlar. La tasriqu amwalan nas, insonlarning pullarini o'g'irlamanglar. Ya ayyuhat talamizu, ey o'quvchilar. Qad kamulatid durus, darslar mukammal bo'ldi. Farji'u ila buyutikum, endi uylaringizga qaytaveringlar. Ijlisu fi hadhihi al-hujra, bu xonada o'tiringlar. Va la tajlisu fi suffa, sahnada o'tirmanglar.
Ya ayyuhad duyuful a'izza, ey aziz mehmonlar. Iftahu baba hazal bayt, bu uyni eshigini ochinglar. Fadkhuluhu, unga kiringlar. Thumma jlisu fihi, va u yerda o'tiringlar. Fakulu, yenglar. Washrabu, ichinglar. Yemishlardan yenglar, ichimliklardan ichinglar. La tashtimu va la tadribu ahadan. Birortasini haqorat qilmanglar ham, va la tadribu, urmanglar ham. Indamu ala af'alikumul qabiha. Yomon ishlaringizga nadomat qilinglar, afsuslaninglar. Va la tandamu ala af'alikumul hasana. Yaxshi ishlaringizga esa nadomat qilmanglar. Ya ayyuhan nasu intiqu, ey insonlar, gapiringlar, so'zlanglar, nutq qilinglar. Kullu insanin yantiq fantiqu, har bir inson gapiradi, sizlar ham gapiringlar. Ya hammal, ey yuk tashuvchi, ihmil hazal himla, bu yukni tasha, ila bayti, uyimga. Fakhuz ujratahu, va mana bu haqqingni, qilgan xizmatingni evazini olgin demoqchi. Ya ayyuhal asdiqo, ey do'stlar, inzilu fi bayti, uyimga tushinglar. Faskunu fihi, unda turinglar, yashab turinglar. Ila yawmil jumu'a, juma kuniga qadar. Ya xodim, ey xizmatchi, ixdim fina, bizga xizmat qil. Fakhuz ujrata xidmatika kathiran, xizmatingni haqqini ko'p qilib ol. Ya ayyuhal avladu, ey bolalar, uktubu durusakum, darslaringizni yozinglar. Qayerga yozinglar? Fi dafatirikum, daftarlaringizga. Ey bolalar, darslaringizni daftarlaringizga yozinglar. Ya ayyatuhal banatu uktubna durusakunna fi dafatirikunna. Ey qizlar, darslaringizni daftarlaringizga yozinglar. Uktubu aqwalan tayyibatan va la taktubu aqwalan khabithatan. Yaxshi so'zlarni yozinglar, yomon so'zlarni yozmanglar. Ya ayyuhal waladul aziz, ey aziz bola, khuz hadha at-ta'ama fakulhu, bu taomni ol va uni ye. Kulu washrabu qalilan, oz yeb, oz ichinglar. Ya ayyuhar rijal, ey kishilar, udkhulu fi hadhal bayt, bu uyga kiringlar. Faskunu fihi, va unda yashanglar. Va la takhruju minhu, undan chiqmanglar. Ila yawmis sabti, shanba kuniga qadar. Umumiy ma'no aytadigan bo'lsa, ey kishilar, bu uyga kiringlar va unda yashanglar va undan shanba kuniga qadar chiqmanglar. Ya ayyuhar rufaqo, ey sheriklar, kulu washrabu, yenglar va ichinglar. Thumma rqudu, so'ng yotinglar. La tarqud fis suffa, sahnada yotmagin. Bal fil hujra, balki hujrada, xonada yotigin demoqchi. Unzuru ila kutubikum, kitoblaringizga qaranglar. Va la tanzuru ila zuqoq, ko'chaga qaramanglar. Ya ayyuhal avlad, ey bolalar, la tatruku salavatikum, namozlaringizni tark qilmanglar. I'atis, aksaur, aksa urgan, to'g'ri. I'atisu, aksa uringlar. I'atisi, aksa urgan, sen bir ayol. I'atisna, aksa uringlar, sizlar ko'p ayollar. Us'ulu, yo'talgin, sen bir kishi. Us'ulu, yo'talinglar, sizlar ko'p kishilar. Us'uli, sen yo'talgin, bir ayol. Us'ulna, sizlar yo'talinglar, ko'p ayollar. Ijlis, o'tir. Avvalan thumma kul fashrab thumma dhhab ila xidmatik. Avvalo o'tir, so'ng ye, keyin ich, so'ng xizmatingga ketaverasan. Keyin xizmat qilishga ketgin deyapti. Dakhilaka if'al hadhal fi'l, marhamat qilib mana bu ishni qilib qo'ying deyapti. Dakhilaka udkhulu fi baytina, marhamat qilib uyimizga kiringlar. Ijlis ay la takhruj, o'tir.
degan so'zning ma'nosi chiqmagin degan ekanda. Ya'ni chiqma demoqchi ekan. Ijlis o'tir, ay ya'ni la takhruj chiqma. Ukhruj chiq, ay izhab ilal madrasa, ya'ni madrasaga ket demoqchi ekan. Utruku ashg'alakum, mashg'ulotlaringizni tark qilinglar, ay la taktubu yozmanglar demoqchi. La tal'abu o'ynamanglar, ay ya'ni iqra'u va aw iktubu o'qinglar yoki yozinglar. Ya Ahmad, ey Ahmad, labbayk bemalol buyuring, labbayz. O'zbek tilida labbay deydi-ku. Daxilak uktub li hadha daftar, marhamat iltimos men uchun bu daftarga yozib ber. Bu daftarni yoz demoqchi. Ya'ni bu daftarga yoz bo'ladi-da. Daftarni o'zini yozib bo'lmaydi-ku, daftarni ichiga yozish mumkin. O'shaning uchun daftarga yozgin demoqchi. Ya axi, ey aka, labbayk buyuring. Daxilak ijlis ma'i fi hadhihi al-hujra. Iltimos men bilan bu xonada o'tir. Fanaqra'a hadha al-kitab, bu kitobni o'qiymiz. Va na'kula fiha, va u yerda xonada at'imatan lazizatan, lazzatli taomlarni yeymiz. Ya Abdulloh, ey Abdulloh, labbayk buyuring. Dakhilaka ijma' athmara hadhihi al-ashjari fana'kulaha ma'a rufaqaina. Iltimos qilib bu daraxtni mevalarini to'plagin, uni sheriklarimiz bilan birga yeymiz. Ad-darsul khamis va 30. 35-dars ekan.